Assalomu alaykum. Mana bugun yana bitta obyektimiz. Mana bu yoqda panellar. Panellarimiz 100 kW fermani ustiga qo'yilgan. Panellarimiz har bittasi 630 wattdan 160 ta panel joylashgan. Panellarimizning gradusi 20 gradusda. Asosan yoz fasllariga mo'ljallangan. Har bitta qatorda 40 tadan 4 qator qilingan, jami 160 ta panel. Panellarning o'rtasidan joy tashalgan. Mana keyinchalik bemalol o'rtasiga kirib, u panelni ham, bu panelni ham yuvish uchun. Panellarimiz maxsus krepleniya yordamida qatirilgan. Mana hammasi o'z alyumin krepleniyada. Jami krepleniya 336 ta ketgan. 336 ta o'rtacha 4,5 mingdan hisoblaysizlar. 336 ta krepleniyani. Hozir mana bu yerga chiqib teparoqdan ko'rsataman. Mana panellar 160 ta panel. Jinko panel 630 wattlik. Hozir orqa tomondan ko'rsataman. Mana pastki tomoni. Panellarimiz. Hop, orasi где-то 1 metrdan ochiq. Ichida bemalol yursak bo'ladi, montaj qilish uchun. Orqa tomondan, bu tomondan ko'rsataman. Mana orqa tomoni. Bu yoqda mana PV kabellar. PV kabelimiz lider 1.6lik. Hop, endi invertorda iloji boricha panellarga yaqinroq joyga joylashtiramiz. Panellarimizni 16 tadan 10 ta gruppa qilamiz, 10 ta string bo'ladi. Hop, invertorga hop 16 tadan bo'lsa, bitta qatordan 16 ta, yana 16 ta, 32 ta bo'lsa, 8 ta panel oshib qolyapti. O'sha 8 ta panelni oldiga qo'yamiz invertorda. Hop, 4, 5, 6, 7, 8. Mana shu yerga invertorda hamma shitini joylashtiramiz. Qolgan kabellarni shunaqasiga tortib kelamiz. Silover kabelda 495 AV kabeldir. Bunaqasiga olib borib transformator o'sha yerda ekan, o'sha tomonga olib borib ulaymiz. PV kabellarni tortishni boshladik. Hozir bu tomondan 16 tadan tepadagidan 2 ta gruppa, o'rtadagidan 2 ta, keyin pastdagisidan yana 2 ta, xullas hammasidan 2 tadan qilib olib kelamiz. Oxirida oshib qolganda pastdagi qator bilan 2 ta qilib 16 ta bo'ladi. Eng pastdagi qatordan ham xuddi shunday qilib 16 ta gruppa qilib 10 ta string qilamiz. Mana bu tomondan ko'rinishi panellarimiz. Maza qilishyapti. Hozir panellarga kabellar tortyapmiz. Hop, mana 2 qator 16 ta bitta olamiz, tepadan ham 16 ta olamiz. Undan keyin yana 16 ta, keyin yana 16 ta, oshib qolgan 2 ta 8 talikni bitta 16 talik qilamiz. Tepani o'zidan 5 ta string bo'lyapti. Pastdagi ham xuddi shunaqa ketadi. Oxiridan oshib qolgan 2 ta 8 talikni ketma-ket ulab bitta 16 talik qilamiz. Mana kabellar. Mana bu yog'ini uladik. Bu yog'i minus. Bu ham mana minus. Konnektorlar ulandi. Bunaqasiga kabel ketdi. Kabellar ketyapti. O'sha yerdan 16 tani plyusini olamiz, 2 ta. Mana bu yog'i. Buni ham hozir olib ketamiz. Mana panellar. Bular hammasi mana bir-biriga suqilib ketaveradi. 16 tasi. Mana shunaqa. Mana panellar. Mana bu yoqda metal konstruksiya o'ta baquvvat qilingan. Mana adashmasam 6 ga 4lik. Pastda ugonlik bor. Ugonlik 5 ga 5. Uzun qilib bitta tashalgan. Pastga ham uzun qilib bitta tashalgan. Hop, oyoqchalari bor. Bu yoqda mana uzun ketgan. Mana bunisi rekasi. Rekasi adashmasam 5 ga 3lik. Stenasi ham 2 ga o'xshayapti. Yo, bu 8 mi shunaqa. Mana alyumin krepleniya chekkasi.
Xullas, metal konstruksiya o'ta baquvvat. Mana bu yoqqa tutashgan bir-biriga. Mana uzun bitta tashalgan bunaqasiga. Xullas shunaqa mana panellar. Metal konstruksiyaga где-то 20 million ketgan deyapti. Panellarni o'zlaringiz hisoblaysizlar. 630 wattdan 160 ta panel. Adashmasam 0.13 sentdan olingan. Hozirgi paytda shunaqa. Xullas shunaqa. Hozir kabellarni tortib, hammasini tortib turib, keyin bu yoqda shitini teramiz, invertor deyilamiz. Xullas shunaqa. Keyin invertorni montajini boshlaymiz. Mana pastdagi qatordagi panellarni hammasini kabelini olib keldik. Mana bunaqasiga kelgan. 5 ta stringdiki. Mana bu yoqqa kelgan. Hozir bu tomonga invertor qo'yamiz. Profillar bilan rama qo'yib, ramaga invertor deyilib, shu tomonga shiti invertor bo'ladi. Kabellar hammasi keldi. Bu yoqda 8 tadan 2 ta 16 talikda. Bir tomonni bunga peremichga berganmiz. Bitta bu tomondan plus, past tomonidan bitta minus kabel kelgan. O'rtasida bundan bu narigi panelga peremichga berganmiz. Xullas, hozir hammasi bo'ldi. 5 ta string. Endi bu tomondagi panellarni hammasini gruppaga ajratib chiqamiz hozir. Mana bu tomonda himoya shitimiz. Himoya shitimiz 70 ga 50 lik. Bitta bundan ketadi. Bu yoqda Dinreka. Bu yoqda mana uzib DC avtomatlarimiz. 32 amperlik. Bu yoqda predenhatorlarimiz. 20 ta bundan, 20 ta predenhator. 10 ta DC avtomat, 10 ta DC uzib. Bu yoqda mana NCV nakonechniklarimiz. 6 lik. Bunisi 10 lik. Xullas, hozir shuni hammasini himoya shitimizga teramiz. Mana invertorimizni ochyapmiz. Invertorimiz Solax 100 kilovatlik. Mana bu yoqqa kronshtaynni qo'yganmiz. Endi buni tepasiga ilish hozir ancha muammo bo'ladi. Necha kilo deb o'ylaysizlar? 100 kilovatlik. Hozir bir amallab tepaga ilib qo'yamiz. Mana invertorimizni bir amallab ilib oldik. 4 kishilik o'zi ham mana juda og'ir ekan. Balandga ko'tarib ko'rinishi dahshat. Past tomondan ko'rinishi. Yonboshdan ko'rinishi. Mana bu yoqda panellar. Hop, 8-panelni oldiga to'g'rilab qo'ydik. Havo yaxshi aylanib turadi. Ochiq havoda turadi. IP66 himoyasi bor. Suvdan, changdan. Kelajagida bunaqasiga cherdakcha qilib, tunikadan qoplab qo'ysa yana yaxshi bo'ladi. Xullas shunaqa. Hozir birkasini ko'rsataman. O nerda? PV kabellarimiz tushgan. Endi bu yoqqa yonboshiga himoya shitimizni o'rnatamiz. Keyin panellarni himoya shitimizni montajini boshlaymiz. Mana invertorimiz bu yoqda. Invertorimizni birkasi mana. Hop, mana maksimum PV voltage 1100 180 dan 1000 voltgacha. Hop, 9 ta MPPT'si bor. Har bitta MPPT 32 amperdan. Hop, asli tomoni 160 ampergacha. 100 kW. Minus 25 dan plus 60 gradusgacha IP66. Hop, asli tomon 3-daraja, DC tomon 2-darajali himoyasi bor. Xullas mana shu invertorimizni birkasi. Mana bu tomonda himoya shitlarini ham qatirib oldik. Invertor himoya shiti, panellardan hamma kabellar tushgan. Eng asosiy joyiga keldik. Bu yoqda 20 ta kabel bor. Hoppa.
Bu yoqdan 20 ta kabel kelgan. Hozir endi buni puldonatorlar ustiga pastidan avtomatdan bu yoqqa invertorga montaj qilamiz. 20 ta tepada, 20 ta pastda 40 ta kabelni hozir shu yerda plus minusini ajratib, mana qilib enshi o'ynakanishlarni o'tkazib, har bittasini ustiga ulab chiqamiz. Mana bu yoqda invertorimiz 100 kilovatlik tester. Xullas, ishlarni hozir montajini boshlaymiz. Tomonda panellarning hammasini ulab bo'ldik. Bu yoqdan paneldan kelgan 10 ta gruppa, 10 ta string, har bittasi 16 tadan, har bitta gruppada 10 kilovatdan bor. Hozir shu yerda 100 kilovatni ulab qo'ydik bu yoqqa. Bir danator uzib, bu yoqda DC avtomat, mana 32 amperlik bir danatordan chiqadi DC avtomatga, bir danatordan chiqadi uzibga. Hozir bularni hammasini zazimleniyaga ulaymiz. Zazimleniyani shu tomonga qoqamiz. Olib kelib invertorga, uzibga ulaymiz. Endi bu yoqda mana invertordan ulash qoldi. Bu yoqda ham 20 ta kabel bor, 10 ta gruppa. Bularni ham hozir olib kelib, bunaqasiga avtomatlar tagiga ulab chiqamiz. Hozir bularni hammasini bir qator tekshiramiz, напряжениясini. Mana bu yoqda testerimiz. Mana bitta gruppamiz 726 volt. Keyingisi 729 volt. Keyingisi 724 volt. Keyingisi 729 volt. Keyingisi 730 volt. Keyingisi adashdik. 725 volt. Keyingisi 725 volt. Keyingi stringimiz 725 volt bu ham. Keyingisi 724 volt. Keyingisi 722 volt. Hamma gruppalar to'g'ri ulangan, plus minuslari. Hop, avtomatga ulangan. Xullas, hozir endi buni bu tomonni montaj qilishni boshlaymiz. Invertordan avtomat tagiga. Mana invertorimiz. O, ishda turibdi. Endi bu yoqda 95 lik kabelni hozir bunaqasiga olib, bunaqasiga olib shunday olib kelamiz. Uni orqasida tepa bor. O'sha tepaga olib kelib ulaymiz. Mana bu yoqda 95 lik kabelimiz. Bitta 80 metr kabel ketgan. Shuni olib kelib bunaqasiga olib borib invertorgacha olib boramiz. Panellarimiz. To'rga 95 lik kabelni bunaqasiga olib keldik. Tagi bilan kelgan. Mana olib kelamiz. To'rga 95 lik kabel. Nakonechnik. Alyumin nakonechnik to'rga 95. Hozir endi buni bu yoqda invertorimiz. Invertorga mana shu yerga qatiramiz, mana shinalari. Shinasiga hozir kabelni qatiramiz. Bu yoqda mana PV kabellarni montaj qilyapmiz. Bunaqasiga DC avtomatga. Mana bu tomonda PV kabellarni uladik joyiga. 3 faza kabelni ham joyiga uladik. O'zini shinalariga. Hop. Mana 95 lik, mana har bittasi L1, L2, L3 neytral 0. Mana 3 ta faza 0 ulangan 95 lik avvalgi kabellar. Bu yoqdan kirgan. Bu yoqda mana PV kabellarimiz. Mana hammasi chotki, akkuratniy. Xullas bu tomon hamma yo'g'i bo'ldi. Invertorda hammasi bo'ldi. Endi bitta zazimleniyasi bilan tepaga ulash qoldi. Hozir buni kirishkasini yopamiz. Shu bilan invertor tayyor bo'ladi.
Mana bu yoqda invertorimiz pastdan ko'rinishi. Hop, zaziminaga. Mana zazimina kabel, PVC kabel. Hop, necha ekan? 1 ga 16lik. Biz hozir bitta joy topdik zaziminaga. Mana bu yoqda buqalar bor ekan. Dahshat. Bu yerda mana bu yoqda bitta joy bor ekan. Mana shu yerga zazimina qo'yamiz. Bu yerdan bunaqasiga olib, shunday olib borib invertorga, himoya shitimizga ulaymiz. Mana old tomondan ko'rinishi panellarimiz. Bu tomonda yana joy bor ekan, qo'shimchani qo'shsa bo'ladi. Xullas 160 ta panel. Mana hozir transformatorni oldiga keldim. Transformatorni yangi qo'yib qo'yishibdi, 160 talik ekan. Bizning kabellarimiz mana bunaqasi kirgan tagidan kirib, mana bu yoqqa avtomatga uladik. Mana avtomat tagiga kirgan 395lik avtomat tepasida rubinnik ulangan. Rubinnik bu yoqda tepadan chiqishga kelgan. Hop, noli mana bu tomonda ekan. Hozir nolini qatirib qo'yaman. Shu bilan bu tomon 3 faza tomoni tayyor bo'ladi. Keyin buni ko'tarib invertorda yoqamiz. Mana shunaqa. Mana bu yoqda zaziminaga qoqilyapti. 3 ta qoqiladi treугольник qilib. Keyin bunlarni birlashtiramiz. Keyin bundan ulab to'g'ri invertorga olib boramiz. Mana invertorimiz. Mana shunaqa. Hozir bunlarni olib borib invertorga ulaymiz. Mana hozir bu tomonda zaziminani qoqib bo'ldik. Hamma yo'g'i bo'ldi. Shalasini birlashtirib, mana bu yoqqa nakanishlar bilan qisib qatirganmiz bolt bilan. Bunaqasi chiqib ketadi. Shunday boradi. Bunaqasiga invertorni oldiga olib boramiz. Hop, invertorimiz bu yoqda. Invertorimiz bu yoqda. Hozir buni tepasiga kichkina cherdakcha qilamiz yomg'irdan himoya qilish uchun. Mana bu yoqda bunaqa tunuka bilan ustini qoplab qo'yamiz. Hozir invertor bo'ldi. Bu yoqda avtomatni ko'taramiz tepadagi. Keyin invertorni borib yoqamiz. Avtomatni ko'tardik. Hozir invertorni borib ishga tushiramiz. Invertorimiz bu yoqda. Hozir invertorni oldiga borib qo'shib ko'ramiz. Hayajonli daqiqalar. Mana bunaqa qilib cherdak chaqib qo'yganmiz invertorga yomg'irdan himoya qilish uchun. Hozir qani u bizni kutib turibdi. Hozir DC avtomatlarni ko'taramiz. Hammasini ko'taramiz. Buni yopamiz. Endi bu tomonda tagidan invertorni ishga tushiramiz. Hammasini tushirdik. Mana bitta MPPT'mizda ikkita gruppa ulangan. Hozir endi invertorni kutamiz ishga tushishini. Relaylar qo'shyapti. ishga tushdi. Hozir ko'ramiz nechaga chiqar ekan. Soat 11:22 bo'pti. 11:22 da ko'ramiz nechaga chiqar. 51, 54, 58, 60, 63, 64, 65, 66, 67,
68 68 kilovatga chiqdi. 69 qani 69 почти 70. Hoppa, ana 70 ga chiqdi. 70 bo'lsa 70% beryapti. 11:23 bo'ldi soat. Hop, hozir 70 kilovat. Hozir ko'ramiz fazalarni. 214, 217, 222. Har bitta fazaga 100 amperdan haydayapti. Yaxshi. Quyosh panelini ko'ramiz. Birinchi MPPT 598, ikkinchisi 595, 600 volt, 597, 600 volt. Bu ham почти 600, 8 ham 600, 9 ham 600 volt, lekin 22 amper mana. Ikkita MPPT, ikkita string ulaganmiz. Shuning uchun amper baland. Xullas mana 70. Menimcha yaxshi hozircha. Hali pik paytga yetib kelgan yo'qmiz. Pikda yana ko'tariladi. Inverter ishlab turibdi. Xullas mana shu holatda hozir pastga tushamiz. Inverterimiz ishlab turibdi. Hamma yo'q joyida. Bu tomondan ko'rinishi. Hozir yana bir qator ozgina kutamiz. Mana kabellar qanaqa qaziydimi yo'qmi ko'ramiz uni. Mana hozir tepani oldiga keldim. Mana o'sha 28 ni hisoblashni boshladim. Birlab aylanyapti. Mana shu strelka chiqqan. Hamma yo'q zo'r. Mana hozir 11:40 minut o'tdi. Hozir ko'ramiz yana. Bitta tekshirib ko'ramiz. Hop, 72, 73 kilovatga chiqdi. Hop, уже mana 19 u 3 kilovat ishlab qo'ydi. Hop, напряжениeni ko'ramiz. Oshyaptimi yo'qmi? Status grid 216, 219, 223. Hamma yo'q zo'r. Mana 73 kilovatga chiqdi. Xullas, kabellar umuman qizigan yo'q. Muzdek turibdi. Zazimenalar ulangan mana bu yoqqa. Xullas. Mana shu inverterimiz 100 kilovatlik inverterimiz mana ishga tushdi. Hamma yo'q zo'r. Mana inverterimiz uzoqdan ko'rinishi. Eng qiziq joyi shu yerda. Mana ular ishga tushirdik, egasiga topshirdik. 100 kilovat sistemani ishini tugatdik. Xullas, mana kimga yoqqan bo'lsa, foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib obuna bo'lib, kuzatishda davom etamiz.